Mana gridelimiz tayyor. Kecha holatda sarka qilishlar holati edi. Hozir gridellar tayyor bo'lib, hamma jetini hamma sharoit holatda, hamma joylari ishlab turgan holatda, ko'rsatmalarga shplit holatda. Mana kraskalarni tayyor bo'ldi. Gidag'asi risoldan 40 holatga chaqlangan. Orqada chapga o'ngga burib ishlatish holatiga 5 silindr orqa holatda qo'yilgan. Kristaniyalar ko'tarib quloshlarga oson holatga olagan. Chap tomonga ham buriladi, o'ng tomonga ham bir marta holatda ketiladi. Xohlagan razmerga qo'yishga mana teshiklar tayyor. Mana o'rtaga qo'yilgan holatlar mana shu holatda qo'yilgan. Pastki qismlar dalizlar 40lik holatda, 40 razmerda. Kraskalarni ishga tushish holatiga tayyor. Bu avtogridelda O'zbekistonda emas, Rossiyada zakaz bo'yicha qildim. Mana bu gridel qishda qor kurashga, yonboshga chiqarishga, agratni tekizlashda, go'ng tortishda ishlatish holatiga. Mana tayyor. Eniga 2,5 metr.